Polshadan alangalik salom vatandoshlar. Bugun obzorimizda Prius mashinasi. Qani ketdik, tomosha qilamiz. Xo'sh akalar, mana shu Prius mashinamiz bo'ladi. Polshada juda taniqlidir. Iminna taksi akalarimiz ichida. Bu mashinani juda yaxshi berishadi va yaxshi ko'rib haydashadi taksilar iminna. Nima uchun deb savol bersangiz agar, birinchi ochirtda udobni, ikkinchi ochirtda ekonomichni, uchinchisi esa zapchaslarini topish oson va arzon remont qilinadi bu mashinamiz. Xo'p akalar, birinchi ochirt motordan boshlaymiz, qolganiga asta-asta o'tamiz keyin. O'zi bu mashina benzinda o'zi. Agar gaz yoki propan qo'ysangiz bu mashina, endi aslında Yevropada gaz yo'q, propan bor. Ekonomichni bular. Birinchi ochirtda kapot ochganda nima ko'z buzatishadi? Mana bu narsa. Kakabichni haligacha nasos qo'yilmagan bu yerda. Xo'sh, motorga kelsak, 1.8 motor, gibrid motor bo'ladi bu. Juda zo'r, stoyki motor, ancha-munchaga buzilmaydi. Yog' pog'larni solib yurib, normal mehr berib yursalar, chotki bo'ladi. Shuning uchun akalar, xo'sh, motor haqida o'zi ko'p narsa aytib ham o'tirib bo'lmaydi. Bu обычный Prius motorda, nima? Ekonomichni. Saloniga o'tamiz. Saloniga o'tishdan oldin birinchi diskalariga sizlarga ahamiyat bildirmoqchiman. Bu родной diskachalar bo'ladi. 16-razmerda lite diskachalar. Buni diska-piska hech qanaqa navorot qilish ham kerak emas. Bu mashina bitta tonirovka urilgan yetadi. Diska родной o'ziniki. Xo'sh, ichiga o'tishdan oldin eshigini aytmoqchiman. Chotki. Ko'rib turibsizlar mana bu tarafdan ko'rsataman. Hech qanaqa o'silar yo'qdi. Bu mashina shunka-punka hech narsa qilinmagan. Arkasi tako. Xo'sh, arkasi ham esidan chiqmasin mana. Orqa tomoni juda hammaga har xil. Kimdirgadir yoqadi, kimdirgadir yoqmaydi. Hamma vkusiga bog'liq. Bu Priusimizda ko'rib turganingizdek faralar yonboshda yangi vyipuskalari bor. Buni ham yiliga qarab o'zgaradi faralarini. Tepasida bor, yonboshida bor, har xillari bor buni ham. Xo'sh, bagajga o'tsak akalar. Bagajimiz kattaligini ko'ryapsizlar. Saligina ham bardakcha, e'tibor bermaysizlar, lekin spokойно bitta propan ketadi ichiga. Bu yerda balon qo'yadigan joylari hammasi normalniy, chotki. Bemalol 4 ta 5 ta qo'yib tashlasangiz bo'ladi. Hazillashdim. Ikkitasi ketadi o'yladim deganda. Xo'sh akalar, saloniga kelsak. Salonimiz mana shunaqa bejevый, молочный rangchada bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, polni ichiga o'tirib hozir ko'rsataman sizga. Xo'sh akalar, saloniga kelsak, salonda nima interesli narsasi? Mana shu o'zgacha tepadagi speedometri, u yerda ekranchasi bor. Hamma nastroykalarni ko'rsatib turadi. Bu yerda sensorli panel, audio, bluetooth hamma narsasi bor. Mashinani registratsiya qilishingiz mumkin. Rulida основной knopkalari hammasi, palash удержания, голосовое управление, telefonga javob berish, o'chirish, shunaqa narsalar. Xo'sh, ketdik, bir haydab ko'rsatamiz. Xo'sh akalar, mana ichidan ko'rsatamiz. Mana yo'lchamiz bor bu yerda. Qanday? Mana bu yerda interesli knopkachalari bor bu yerda bu mashina. Mana bu yerda EV mod degani bor. Bu чисто elektrikada yuradi mashina, batareyada. Bu основной tak 30 gacha где-то chiqsangiz, aslında saligina оборот beraversangiz uchadi, birdan motor zavod bo'ladi. Bu yerda yana drive mode. Bu yerda rejimlarni tanlasangiz bo'ladi. Например, normal, power mode va eco mode bor. Eco mode aslında shahar ichida haydab yurganingizda eco modga qo'yasiz. Batareya bilan benzinda aralash yuradi. Skorostiga qarab, оборотiga qarab mashinani. Normalda bu aslında trassada haydaladigan rejim. Skorost nabirat qilish tez bo'ladi, gazga cho'zitilinsa tez bo'ladi mashinani. Obgonga chiqqaningizda to'xtab qolmaydi, to'pet qilmaydi mashina. Xo'sh, agar prям резвый bo'lsin desangiz mashinani, bu yerda bizada power mode degani bor. Bu sal qoni qaynagan yosh yigitlar uchun bosishga ko'rsatib beraman sizlarga. Bu eco modimiz. Mana. Bunday haydasangiz normalni nabor olib ketaveradi. Ne qilamiz? Power modga qo'yamiz. Qarasam, gazini bir xil bosyapman ikkovdan ham. Mana bu tormozi mana. Bu tormozi. Mягкий mashina takvi. Chiqaray taqar tuqur yo'q mana. Joskiyroq tushsam ketaveradi. Nabirat qilib. Hali gazni yarmiyacham bosganim emas даже. Ha, bu yerda drift bo'lyapti, ko'rib turibsizlar. Bu hamma Polshada bu shunaqa bu. Xo'sh akalar, atak shahar ichida haydab yursangiz, eco modda 100 taga где-то 4 litr, 5 litrlar yeyib qo'yadi. Bosmasdan tako spokойно yezdada. Lekin agar drive modda haydasangiz, постоянно shuni haydab yuraman desangiz, agar
u yeb qo'yadi, anchagina yeb qo'yadi. Shuning uchun akalar, bu mashinani o'z narx-navoziga kelsak, necha pul deb so'rayotgan bo'lsangiz, qiziqayotgan bo'lsangiz, shuncha narsasiga bu mashinani narxi o'zi 50 ming zlot bo'ladi. Bu dollarga urganingizda где-то 12 ming, 13 ming dollarlarga to'g'ri keladi. Xo'sh akalar, bu mashinada o'zi propan agar qo'yib haydasangiz, вообще ekonomичный bo'ladi. Asnoviy taksist akalarimiz buni propan bilan haydab berishadi. Bizda benzin bitta palchga qolgan bo'lsa ham 100 km ko'rsatyapti. Shuncha bilan ekomodda haydab yursangiz, sal ziyodroq ham ketadi deb o'ylayman. Shu asnoviy shunaqa mashinani hech qanaqa minuslari yo'q. Asnoviy minusi shu bokovoy oynasida salligina o'ziga o'rganib qolganlar mana ruchka bilan to'g'rilasangiz agar mashinani haydaganingizda yonboshingizga mashina kelib qolsa, slipoy zonaga tushib qoladi, ko'rmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun bokovoyda salligina o'tkazib qo'yasiz, ko'rinayotgan bo'ladi. Men uchun yoqmagan tomoni shu bitta lok qilishmagan, shu yerga aslında bitta lokchasi yetmaydi. Bo'ldi. Atak mashina normalniy. Cruise control, hamma narsasi, polasa удержания, tam avtotormoz, hamma narsasi joyida mashina. Shahar ichida haydab yurishga chotki. Ham jentra-mentralar sparklar bilan bemalol tashlashib qo'yadi shahar ichida. Tanlangdan может быть olib qo'yish mumkin, gap yo'q. Xo'sh akalar, shu obzorimizni shu joyimizda tamom qilamiz endi. Ko'rganlar uchun rahmat. Like bosib qo'yasizlar, podpiska qilasizlar. Kamchilik bo'lgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Aytib qo'ysangiz, kommentariyada yozib qo'ysangiz, bunisi safardan inshaalloh chotki qilib qo'yamiz. Haydi.